Assalomu alaykum Edo ijro foydalanuvchilari. Sizlar bilan navbatdagi mashg'ulotimizda kiruvchi hujjatlarni QR kod orqali, ya'ni maxsus kodlar orqali ro'yxatga olish tartibini ko'rib chiqamiz. Kelib tushgan kiruvchi hujjatlarimizni ro'yxatga olishda yana bir muhim jihatiga ahamiyat berishimiz kerak. Demak, hujjatlarni devonxona orqali ro'yxatga olayotganda devonxonaga kirdik, ro'yxatga olishga kiramiz. Kiruvchi hujjatlarni tanlaymiz va demak sizga tizim orqali emas, YXat yoki boshqa bir tizimlar orqali yoki bo'lmasam hujjat pochta orqali kelib tushgandami, agarda hujjat elektron tizimda imzolangan bo'lsa, unda QR kodli elektron imzo qo'yilgan bo'lsa, demak hujjatning tepasida tizim orqali hujjatning kodi degan raqamlar qayd etiladi. Maxsus raqamlar orqali, ya'ni QR kod orqali ro'yxatga olish funksiyasini ham bajarsak bo'ladi. Demak, buni bir sinovdan o'tkazamiz. Ma'lum bir hujjatni tanlab oldik va hujjat imzolangan vaqtdagi hujjatning tepasida qayd etilgan tizimning maxsus kodini teramiz. Masalan, demak, raqamlarni terdik, klavishadagi Enter tugmasini bosdik. Mana ko'rib turibsizki, demak, o'xshash hujjat oldin ro'yxatga olinganligi uchun sizga eslatma ma'lumot sifatida chiqib keldi. Demak, hujjatimiz QR kod orqali ro'yxatga olinganligi, tizim orqali tortib olinganligi uchun avtomatik tarzda har bitta yacheykalarimiz o'z-o'zidan to'ldirildi. Demak, bu hujjatimiz QR kod bilan imzolanib, to'g'ri tasdiqlanganligidan dalolat beradi. Demak, xuddi shu tartibda hujjatni ro'yxatga olish jarayonini amalga oshirsak ham bo'ladi. Demak, asosiy fayl bu buyruq, bu esa ilovalari ko'rishingiz mumkin. Demak, biz QR kod orqali hujjatni ro'yxatga oldik. Agar pochta orqali hujjatlar to'g'ridan-to'g'ri yetkaziladigan bo'lsa, pochta xizmati orqali yetkaziladigan bo'lsa, demak PDF holatiga keltirib, hujjatni elektron PDF shaklini asosiy fayl sifatida ro'yxatga olib, rabochiy stoldan saqlanib qilinganini, demak, yuklab olishimiz mumkin bo'ladi va saqlash, shtamp qo'yish, ma'lumotlarni to'ldirish xuddi kiruvchi hujjatlarda ro'yxatga olgan singari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Tanishtirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, ushbu Telegram linki orqali yuborishingiz mumkin.